Otam o'tib ketdi. 2 yil bo'ldi. Shukrki baxtimga onajonim bor. Lekin uzoqdaman, yiroqlardaman. Onamni o'ylasam mahzun bo'laman. Onajon, siz mening boyligimdirsiz. Ko'zimning qarog'i, chiroyligimsiz. Baxtimga doimo sog' omon bo'ling. Allohdan so'rayman. Yuzlarga kiring. Assalomu alaykum aziz do'stlar, omonmisiz? Musofirning onasi loyihasining bu galgi soni Farg'ona viloyati Beshariq tumani Andarxon mahallasida qishlog'ida mehmondamiz. Ilhomjon va Ibrohimjon akalarimizni onajonimiz Mayramxon onamiz tug'ilgan kuniga keldik. Hozir o'zlarining xabari yo'q, kirib onaxonni xursand qilib chiqamiz. Rolikni oxirigacha ko'ring. Ketdik. Ketay do'stlar bu yerlardan, onajonim sog'indim. Bolam deb ulg'aytirgan otajonim sog'indim. Kayfiyatingiz yaxshimi ona? Ha, yaxshi, rahmat. Sizni ko'rish uchun Qo'qondan kelyapmiz. Rahmat, kam bo'lmaydi. Internet ijtimoiy tarmoqda musofirning onasi degan ko'rsatuvimiz bor. Nechta farzandingiz bor? 4 ta. 2 o'g'il, 2 qiz va 2 kelin. Kuyov ham qatorda. Ilhomjon akam hozir musofirchilikda. Chet elda yuribdi ekan. Aytdilar, mana onajonimning tug'ilgan kuni. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida dunyodagi eng chiroyli ona bor. Ismlari Mayramxon. 18 yoshga to'lyaptilar. Onajonimni borib xursand qilib kelinglar deganliklari uchun o'g'lim ikkita dedingizmi? Men sizga 3-o'g'il bo'lib kelyapman. Qabul qilsangiz. Mana bunday chiroyli gullar farzandlar nomidan qabul qilamiz. Marhamat. Yuzlarga kiring. Yoningizdagi kim bo'ladi? Qizingiz bo'ladimi? Ilhomjon akam aytganlarki, bir chiroyli ro'mol olib boraman deganlar. Hozir mana shu qizlari chiroyli o'rib qo'yaptilar. Tabriklaymiz tug'ilgan kuningizga. Muborak bo'lsin. Onajon, Xudo xolasa, ona farzandlaringiz yaxshi niyatlari bor ekan. Onajonimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Ilhomjon akamning gaplarida. Onamning yonida onasiz dunyodagi eng chiroyli onasiz. Sizni bilib bilmasdan juda ham ko'p ranjitdik. Ko'nglingizga ozor beradigan so'zlarni aytdik. Mana shunday holatlarni tushirdik. Siz biz uchun dunyodagi eng yaxshi ona bo'ldingiz. Borlig'ingizni berdingiz, yoshligingizni, kuch-g'ayratingizni biz uchun sarf qildingiz. O'zingiz kiymay kiydirib, o'zingiz yemay yedirdingiz. Hech kimdan kam qilmadingiz. Boringizga shukr. Sizni juda ham yaxshi ko'raman degan so'zlarni aytmoqman. Aytib qo'ying onam yaxshi ko'rishligimni dedilar. Va Xudo xolasa, Zuhriddin meni niyatim bor. Ukam bilan birgalikda, singillarim bilan birgalikda onajonimizni umra safarlariga, haj safarlariga yuborish niyatlarimiz bordi. Makka va Madinadan kelgan bir Qur'on kitobni yubordilar, yaxshi niyatlar bilan. Xudo xolasa onajonim umra safarlariga borishlikning birinchi taraddudlarini ko'rib tursinlar, biz niyatlarni boshladik. Xudo xolasa, Alloh o'z baytiga chaqirsin dedilar. Va mana bu Qur'on kitobni yubordilar. Qabul qiling.
Onajon. Akamni ketganiga qancha bo'ldi? O'lingiz ketganiga. 2 yil ancha bo'pti. Ibrohim akam shattalar o'zlari. Yo, siz ham borib keldingiz. Siz shattasiz. Endi Ilhomjon akam menga bitta she'r yuborganda, mana shuni biznikiga borganda o'qib eshittiring. Hozir ko'ryaptilar? Qani bu biz? Assalomu alaykum. Bo'ldi, ko'ryapti turgan bo'lsangiz xo'p. Biznikiga borganda mana shu she'rni o'qing. Nimaga? O'sha men onamga aytishni xohlab, lekin ayta olmagan dil so'zlarim bor. Ushbu she'rda dedilar. Eshitib turamiz kelinlar, qizlar. Ilhomjon aytyapti deb tasavvur qilasiz. Ibrohimjon aytyapti deb tasavvur qilasiz. She'rning nomi Ona. Yosh ulg'aygan sochlarida oq. Mehnat qilib qo'llari qadoq. Yurishsin deb mendan yaxshiroq bolam deya yasharkan ona. Ne ham kerak axir bir jonga, qorni to'yar bir burda nonga. Uchrasa ham yaxshi yomonga bolam deya yasharkan ona. Bo'lmasin deb o'zgalardan kam, go'zal ust-bosh kiydirar har dam. Yilda yangi kiyim kiymasa ham bolam deya yasharkan ona. Musofirda yurib yurt ko'rib, mehnat qilib halol rizq terib, topganini qo'liga berib bolam deya yasharkan ona. Bir ish tutsa yana biri kam, tugamaydi tashvish boshda g'am, qarisa ham 65 da ham bolam deya yasharkan ona. Yosh ulg'aygan sochlarida oq, mehnat qilib qo'llari qadoq. Yursin deb mendan yaxshiroq bolam deya yasharkan ona. Onajon, siz bizni hech kimdan kam qilmadingiz. Siz dunyodagi eng yaxshi ona bo'ldingiz. Sizni ranjitgan vaqtlarimiz bo'lgan, shuning uchun bizni kechiring. Sarlavhaga dunyodagi eng yaxshi ona uchun degan sarlavha bo'lgan. Onamga bitta gullar rahmat. Onajon, qarang, mana o'g'lingiz hozir sizni ko'rib turibsiz. Ilhomjoningiz ko'rib turibdi. 2 og'zdan farzandingizga, siz ham dil so'zlaringiz. Rahmat, kam bo'lmagin. Xudo panoh asrasin. Xursandmisiz ona? Ha, xursandman. Xursandman. Sanligingdan yig'layman. Salom, mana yuzga kiring onajon. Endi biz tort olib kelganmiz. Yaqinda singizmi, bir yaqinningiz oilani yaqin o'tib qolgan ekanlar. O'zi aslida kalonkalar bilan ashulalar aytib, bayramona qilib o'tkazardi. Shu sababli mayli, onam xursand keladigan. Tort olib kelgan, tort ketishligimiz kerak. Taptım, valikin dost tapmadım.
o'zimga ko'nglingizni bir chekkaga surib qo'ying dunyoni qoshingizda bir chekkaga surib qo'ying dunyoni qoshingizda g'animatam omonatam modaram g'animatam omonatam modaram g'animatam omonatam modaram g'animatam omonatam bosh bo'lib to'ylarda yuring. Iloyim yuzga kiring. Hammamizga bosh bo'lib yuring. Iloyim hajlarga olib boraylik. Sizni ham. Iloyim yetqizsin. Tugamaydi uzun yo'llari. Uxlamaydi gohi tunlari. Sog'inchlarda o'tar kunlari. Rossiyada yurgan yigitning oromlarni ko'zga ilmaydi, is quchoq nedir bilmaydi. Ovqatlardan ko'ngli to'lmaydi, Rossiyada yurgan yigitning qishlog'ini qumsaydi gohi, samolarga yetmaydi oh. Ta'na qilmang, yo'qdir gunohi, Rossiyada yurgan yigitning ko'nglima orzu